Shu yerda prava olmoqchiman. Testlarni ichib yuraman, lekin guvohnomam yo'q. Avtoshkolada o'qib olsam bo'ladimi? Hamma dokumentim joyida. Necha oy o'qish kerak? Bemalol o'qisangiz bo'ladi. Qanaqa hujjat kerak desangiz, pasport, перевод, snilis kerak. Avtoshkolani internetdan o'qitirsangiz ham bo'ladi. O'zingizga qulay, yaqin joyda tanlasangiz ham bo'ladi. Hozir avtoshkolalar ham onlayn bo'lgan. Adashmasam, bir kategoriyaga 35 ming atrofiga, uni ham 2 bo'lib, 3 bo'lib to'lashlari ham bor avtoshkolaga bog'liq. Keyin 3 oy обязательно o'qishingiz kerak. 3 oy o'qiganingizdan keyin sizni o'zlari plyuslar avtoshkolaga o'qiganingizda o'zlari gaiga yetadi, o'zlari очередь oladi, teoriyasidan o'tsangiz, keyin vojdeniyaga o'zlari olib kiradi. Hammasi mana shuni ichiga bo'ladi. Vojdeniya 10 ta vojdeniya bo'ladi. Как раз plashatkaga, городga ham haydatadi. Ularga обязательно boring. Hozir tim bo'lib onlayn bo'lib ketgan, o'qishiga bormasdan vojdeniyasiga borsangiz ham bo'ladi. Keyin pravani olganingizdan keyin Rossiyani xohlagan shaharga hayda olasiz, rossiyskiy prava bilan. O'zbekistonga lekin o'tmaydi.